Mavzuyimiz ayollarga tegishli. Kommentariyada har xil isqirt, yomon, nojo'ya gaplarni yozmanglar. Stewardessa klientim bo'lgan. U patsientim turmushga chiqqan. Keyin qanchadir muddat, ya'ni 3 kunmi, 4 kundan keyin nikoh o'qilgandan keyin patsientim eri talog'ini berib yuborgan. Nima masalada meni oldimga kelgan? Ortiqcha lablar. Qiz bola bo'lgan, ortiqcha lablar juda ham katta va xunuk osilgan. O'shani hisobidan eriga yolg'on ma'lumotlar yetkazgan. Endi kim, nima, men unga yorug'lik ham kiritmoqchi emasman, kimligini aytmoqchi ham emasman. Ko'p yalatganning hisobidan ortiqcha lablar osilib ketishi mumkin degan. Eri yolg'on informatsiyani miyasiga sahranit qilgan va o'sha o'zida talog'ini berib yuborgan. Patsientimizdan labioplastika qildik, ikkinchi turmushga chiqdi. Va hayotida hamma narsa zo'r. Labioplastika amaliyoti nimaga qilinadi? Qizlarimizda bo'ladi. U yalatgandan yoki kimdirgadir ishqalatgandan bo'ladigan narsa emas. Qiz bolalarda labioplastika amaliyoti genetika bo'ladi. Ya'ni ammasida, xolasida, buvisida kimdadir bo'lgan bo'lsa, bu qizimizda o'tgan. Ayollarimizda esa gormonal narusheniyadan, ya'ni gormonlar o'zgarishidan ortiqcha lablar o'sishi tabiiy holat. Yechim faqat bitta: ortiqcha lablarni, ya'ni jinsiy terini oldirish lazer yordamida shramlarsiz chiroyli holga keltirish. Aynan shu amaliyotni meni o'zi juda ham yaxshi bilishadi. Juda ham ko'p patsientlarimda o'tkazganman. Побочный effektlari bo'lmagan, juda ham yaxshi rezultatda bo'lgan. Sizda ham shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, pastdagi podrovnik tugmasini bosing va muammoingizni 20 minutda lazer yordamida hal qiling.